Qimmat etmayapsizmi aka? Menga 7 million hisoblab berishdi. Savdoda o'zini savdo mug'ombirligidagi tadbirkor sizga olib kelib beradi. Mana buni ustanovkasi bo'lmaydi. Aka, shu Intel sistemalarni ish qilib berasizlar? Mahsulotimiz shu turishi 11 million 12 million atrofida chiqadi. Qimmat etmayapsizmi aka? Menga 7 million hisoblab berishdi. Siz mana gaplashasiz. Tadbirkor bilan gaplashasiz. Tadbirkor sizga olib kelib beradi. Mana mahsulot deydi. Buni ustanovkasi bo'lmaydi. Kelib ustanovkani siz bilan boshqattalab dogovor qiladi yana. Masalan, uje siz majbursiz. Uje buni siz 6 millionga ham, 7 millionga ham ustanovka qildirishga uje majbursiz. Chunki buni ko'chada любой bir usta kelib qilib bera olmaydi. Chunki bu premium klassdagi va yengili narsalar bular hammasi. Bizda bo'lsa mana shu 11 million, 12 million atrofida o'tganimda mahsulot oliy sifat bo'ladi. Ispaniya, Turkiyadan keltirilgan va bizda o'rnatib berish podключ holatida. Sizdan boshqa narsa so'ralmaydi. Voy aka, bunaqa narsa bo'lib qoldi, yana xarajat qo'shiladi, mana bunaqa qo'shiladi deyilmaydi. Aytildi shu narx, men ziyonga kirsam ham shu narxda turaman. Elektronniy mexanizm 1 yil, material 5 yil garantiya, profillari bir nima bilan urmasa 50 yil turib beradigan profillar. Keling, men sizga hozir ko'rsatib beraman hamma narsani. Bu tomonda bizning omborlarimiz joylashgan. Bular hammasi sexlar, ishlab chiqarish. Mana bolalarimiz ishlayapti. Hozir mana ayni damda hozir korzinli markizalarni ishlab chiqarish jarayoni mana shu yerda. 11 millionga olaman. Menga yoqdi. Barakasini bersin. Barakasi bersin.